Okey, fikringizga aytib qolmaysizmi? Bitta zo'r variantini chiqdi. Turgan manzilimizni ko'rsanglar bo'ladi. 5 Xayrog'och katta yo'lda 100 metr kirganda bo'ladi. Bu tomonimiz bilan shopingizdan ham kelsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek Tinch mahalla, Uchtepa, Yong'oq mahallasida bo'ladi. Yuqorida prokurorlar ham turadi. Qaddi baland mahallada. Fasad razmerlarini qaranglar. 25,5 ga 18,5 uglovoyda joylashgan. Taxminiy ikkita uchastka bemalol solsanglar bo'ladi. Undan tashqari tayyor xonaligi ham bor ekan. Asosiy darvozamizdan kirganimizda ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu tomonimizda umumiy 4 ta xonaligi ham bor ekan. Har bitta spalningda alohida sanuzellarni qilib qo'yganmiz deyshti va bitta kichkina zeloniy zonalari bor. Hozir bitta xonamizni ko'rsatamiz. Taxminiy qolgan xonalarning ham holati shu holatda bemalol yashasanglar ham bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, eng tinch fayzli mahallada yer hisobida bo'pti, uy shundoq bonusga o'tib ketyapti. Narxini 149 minggacha gaplashib qo'ydik.